vasallamga salovat salomlar bo'lsin. Parvardigor, biz bandalarga barcha ne'matlaringni berib qo'yganingga shukr. Mana shu bugun kunda ko'rsatib qolaversa, mana shu polvonlarni ko'rib qalbimizda farzandimiz, nevaramiz, ajdodi avlodimizdan ham shunday polvonlar chiqsin deb amin deb turganlardi. Xudoy taolo niyatini hosilini bersin. Parvardigor, to'y bolani umri uzoq bo'lsin. Bezavol vaqti voyaga yetsin. Dunyomiz tinch bo'lsin. Parvardigor, arzonchilik, ma'murchilik bo'lsin. Ortidan bir el, yurt qaraydigan solih farzandlar bo'lib vaqti voyaga yetsin. Parvardigor, ham diniy ham dunyoviy ilmni mukammal egallaydigan inson bo'lsin. Parvardigor, oralarimizda qo'l ochib turgan insonlarni ham farzandi zurriyotlaridan ham qori Qur'on, olimi ulamo, faqir bo'lsa ham taqvosi olimdan ustun turadigan taqvodorlar yetishib chiqsin. Parvardigor, oralarimizda bemorlarimiz bor. Shifo karamingdan shifoi komil ato qilgin. Parvardigor, oralarimizda farzand umidida turganlar bor. Uyolib, qanday qilib aytaman? Hojiboga aytsam durustmi? Uyolib turgan insonlar bor. Parvardigor, o'zing qalblarni o'qiydigan zotsan, shularga ham solih farzandlar ato qilgin. Parvardigor, barchalarimizni rohi rostga hidoyat qilgin. Bu dunyo o'tkinchi dunyo. O'tkinchi dunyoda xorlikni ko'rsatma, zorlikni ko'rsatma. Bu dunyoda bir-birimiz bilan aka-uka qilding, birodar qilding. Qiyomat kunida ham, jannatingda ham bizlarni birga jamlagin. Ya Robbil alamin. O'tganlarimizni o'z rahmatingga olgin. Davrada polvonman deb chiqib turgan yigitlarni ham Xudoy taolo qayerga yursa safarni bexatar qilgin, yuzini yorug' qilgin. Bizni qancha aka-uka birodarlarimiz uzoq yurtlarga, musofir yurtda bizni kurashimizni, to'yimizni, yaxshi kunimizni tomosha qilib, boshqa dindagi birodarlarimizni, boshqa dindagi insonlarga bizni millatimizni faxri bilan quvonib, xursand bo'lib turgan musofirlarni ham Xudoy taolo boshlarini omon qilgin. Ilohim. Sog' salomat vataniga kelib, aholi qudrat to'y tomoshalar qilsin, farzandlarni orzu havasini qilsin. Parvardigor, mana shu 2 yil 3 yildan beri mana shu ser harakat kurashda ham, ko'pkarida ham, saxiylikda ham juda o'rnak bo'layapti. Xudoy taolo shularni ham kasbi koriga baraka bergin. Umrini uzoq qilgin, rizqini butun qilgin. Chorvoy dehqonchiligi tijoratlariga o'zing g'oyibdan baraka ato qilgin. Ya Parvardigor, bir-birimizga bo'lgan mehr oqibatni to qiyomatgacha qilgin. Allohumma ahfazna ya Fayyaz, ya Fayyaz min jami'il viloyati amroz, ya akraman, ya akramin, ya xayran nosirin. Rahmat ya Allah.